Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan projening bekitligini aniqlashni amaliy yo'l bilan ko'rib chiqamiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladigan qurilmalar asosan projena, uzunlik o'lchovchi biror qurilma, biz lineykadan foydalanyapmiz. Ma'lum massaga ega bo'lgan toshlar va tarozi kerak bo'ladi. Buning uchun oldin projenaga osiladigan yukni massasini aniqlab olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun tarozidan foydalanamiz. Bu jismimiz shu turishida hozir 250 gramm ekan. Endi yana bir qiladigan ishimiz, mana bu yerda boshlang'ich projenaga yuk osilmagan holatdagi biror joyga bir belgi qo'yishimiz kerak bo'ladi. Biz mana hozir projenaga yuk osilmaganimizda 58 sm uzunlikda turibdi projenamiz. Endi bunga biz yuk ortganimizda bu uzayadi. Mana endi uzayganda bu qayergacha keldi mana? 68 sm ga keldi. Demak 10 sm ga uzaydi bu. Demak bu uzayishi absolut deformatsiya, ya'ni absolut uzayish deyiladi. Absolut uzayishni mana topadigan bo'lsak, va topib turib o'sha projenaning bekitligini ko'paytiradigan bo'lsak, biz elastiklik kuchini topgan bo'lamiz. Aksincha, bekitlikni topish uchun esa elastiklik kuchini o'sha absolut uzayishga bo'lishimiz kerak bo'ladi. Mana biz hozir 68 sm 58 sm ni aytsak, projenamiz 1.1 metrga cho'zilgan hisoblanadi. Endi kuchlarning birliklari bir xil bo'lganligi uchun ularning mana formulasi ham demak bir xil bo'ladi deyapti. Bir-biriga bog'lasak bo'ladi. Mana elastiklik kuchini og'irlik kuchiga teng deb olib, mana bu yerda og'irlik kuchi formulasi bilan elastiklik kuchi formulasini tenglashtiryapmiz. Va biz og'irlik kuchi yordamida projenaning bekitligini aniqlayapmiz. Buning uchun mana og'irlik kuchi demak mg ni delta x absolut uzayishga bo'lishimiz kerak bo'ladi. Mg biz mana 250 gramm ekan, 250 gramm. Bunga biz massani o'zi shunchaga teng. Og'irligi esa j ni ko'paytirishimiz kerak bo'ladi. Erkin tushish tezlashi. Shunda mg shunda 2,5 newtonga teng bo'ladi. Mana shu jismning massasi 250 gramm, og'irligi esa 2,5 newtonga teng. Endi projena bekitligini qanday aniqlaymiz? Endi biz olingan natijalar yordamida mana shu projenaning bekitligini aniqlaymiz. Buning uchun bizga demak, qancha yuk osdik hozir? 2,5 newton. 2,5 newton. 2,5 newton yuk osganimizda projenamiz qanchaga uzaydi? 0.1 metrga. Demak buni matematik amal bilan oddiy hisoblasak ham bo'ladi. Demak buning bekitligi 2,5 newton taqsim metr ekan. Xo'p, shu bilan biz mana shu projenaning bekitligini aniqladik. Boshqa projenalar ham xuddi shu yo'l bilan aniqlanadi. Bularning hammasining bekitligi har xil. Ularni mana shu yo'l bilan projenalar bekitligini aniqlasak bo'ladi.